Kamol kunlarning birida kabinetda o'tirib choy damlab kirgan kotiba qiz shoiraga zimdan nazar soldi. Naqadar kelishgan qiz. Kamolning niyati buzildi. Nahotki shunchadan beri qo'l ostimda ishlab go'zalligini payqamagan bo'lsam. Shoira, dedi Kamol qizning qo'lidan choy to'la piyolani olarkan, ma'noli ko'z qisib, biror yerga ketib birdam olmaymizmi? Masalan, toqqa. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning aziz muxlislar. Videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi va yoki mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Unday bo'lsa, bugungi videorolikimiz mavzusiga o'tamiz. Kamol bu amalga osonlikcha erishgani yo'q. Axir qishloqdagi qaysidir ketmonchining asrandisiga Toshkentdek shahri azimga kelib o'qishini bitirib, katta bir qurilish rahbari darajasiga yetishning o'zi bo'libdimi? To'g'ri, uni asrab olib boqqan odamlar o'lib ketishgandan so'ng oxirgi 10 yil ichida qishloqqa bormay qo'ygan, borganda nima qilardi? Baribir begona degan nomi bor. O'sha betayin qarindosh urug'larning ko'zi uchmagan, uchmaydi ham hech qachon. Kamol Karimovich u seskanib boshini ko'tardi-yu, ostonada kotiba qiz turganini ko'rib, asta o'rnidan qo'zg'aldi. Nima gap? Sizni qishlog'ingizdan bir amaki so'rab kelibdi, tog'asiman deyapti. Kamol beixtiyor o'ylanib qoldi. Qiziq, qanaqa tog'a? Onasi rahmatlining aka-ukalari yo'q edi shekilli. Ayta qoling, mayli kirsinchi. Oradan bosh qashiganchalik vaqt o'tmay kabinetda qoradan kelgan xo'p semiz do'ppining ustidan kichkinagina qilib salla o'ragan taxminan 50-55 yoshlardagi erkak kirib, bo'sa g'adanoq qulochini yozdi. Obbo jiyani, Kamolni mahkam bag'riga bosarkan baland ovozda hayqira ketdi u. Shunday katta odam bo'lib ketibsan-u, biz bilmay yurib veribmiz-a, vey. Kechirasiz, sizni negadir taniy olmay turibman-da, mehmonga qiziqsinib tikildi Kamol. Iye, tog'asini ham tanimaydimi odam? Men Hojar xolangning eri O'lmasvoy tog'ang bo'laman-ku. Xafa qilyapsan, jiyan, xafa qilyapsan. Kamolning ko'z o'ngida o'sha bir necha avlod nari bo'lsa-da, ota-onasidan doimo xabar olib charchamagan, o'ziga ham bolaligida ko'p bora mehr ko'rsatgan yuvoshgina kamsuqum ayol gavdalandi. U xolaning uyida kichkinaligimda necha martalab bo'lganman axir, o'ylardi Kamol yerga boqib. Nega bu odamni ko'rmagan ekanman o'shanda? Ha, mayli, baribir qarindosh ekan-ku. Kamol chehrasi ochilib, qishloqdagilarni birma-bir so'rab chiqdi. Hojar xolasini esga oldi, so'ngra tog'asini shaharning eng nomdor restoraniga mehmon qilish uchun olib ketdi. Yap-yangi Mercedesga kerilib o'tirgan O'lmasvoy tog'a hanuz Kamolni maqtashdan bo'shamasdi. Kamol o'z kuchi bilan bo'lsa-da ko'p narsaga yetishdi hayotda. Bir vaqtlar tuqqan onasi masjidga tashlab qochgan yetimchagina bolaning yigit bo'lib qo'li pul, ko'zlari uy, hovlisi mashina ko'rdi. Ammo o'zini o'qitgan Nasim professorning qizlarinaga uylandi-yu, boshi g'urbatdan chiqmay qoldi. Xotini juda boylikka o'ch ekan. Kunora restoranda ovqatlangisi keladi. Haftada bir tilla do'koniga borsam deydi. Dastlab yoshlikka, keyinroq farzandli bo'lishmayotganiga yo'ydi, lekin bir kuni qo'shnining bolasini behuda urishayotganiga ko'zi tushgach, hafsalasi qaytdi. Nahotki bir kun kelib o'zi tug'sa ham shunaqangi zahrini sochaversa. Zab xotinga uchragan ekanman-ku. Afsuski, amaldor odamga janjal ko'tarish, baqirib chaqirish yarashmaydi. Qo'shnilar nima deydi? Xuddi ot kabi avzoyi badandan ter hidi kelib, xalloslagancha hovliga kirib kelgan O'lmasvoy tog'ani ko'rdi-yu, Zarina burnini jiyirgancha erini bir chetga tortdi. Voy, kim bu? Qayerdan topdingiz bunaqangi isqirt qishloqini? Og'zingga qarab gapir, jerkib tashladi Kamol. Bu odam meni tog'am bo'ladi. Mehmonxonaga yaxshilab joy tayyorla. Kamol shunday deyishga dedi-yu, ich-ichidan so'kinardi. Bu uning anchadan beri birinchi so'kinishi edi. Erkak kishi uydan topmaganini ko'chadan qidirishi balki rostdir. Injiq va xurmachi qiliqlari tobora ko'payib borayotgan xotini Kamolning joniga tegdi. Shuncha boyligim, davlatim bor o'ylardi u tez-tez. Bu narsalarga osonlikcha erishganim yo'q ham. Xo'sh, unga nima yetishmaydi? Farzand tug'ib bera olmagani kamlik qilganday nozlanishiga, asabimni egovlashiga balo bormi?
Kamol kunlarning birida kabinetda o'tirib choy damlab kirgan kotiba qiz shoiraga zimdan nazar soldi. Naqadar kelishgan qiz, so'ksang dag'dag'a qilsang ham jim turib eshitadi, faqat buyursang bas, barcha istagingni ado etishga hozir nozirdek. Shoira ikkinchi bor piyola ko'tarib kirgandan so'ng Kamolning niyati buzildi. Nahotki shunchadan beri qo'l ostimda ishlab go'zalligini payqamagan bo'lsam, ko'nglidan o'tkazdi u. Nega endi o'sha ahmoq xotinimning diydiyolarini eshitib yuraverishim kerak? Nima uchun topganimni faqat o'shaning qo'yniga tiqishim shart ekani? Yo'q, men ham odamman. Odamlarga o'xshab biror joyda dam olishni, shoiradek parivashlarning mehriga qonishni istayman. Umr o'tib ketyapti axir. Shoira, dedi Kamol qizning qo'lidan choy to'la piyolani olar ekan ma'noli ko'z qisib, biror yerga ketib bir dam olmaymizmi? Masalan, toqqa. Rahbardan hech qachon bunaqangi taklifni eshitib o'rganmagan shoira duv qizardi. Bilmasam, uydagilarim nima deyisharkan? Ularga biron bir bahona topasiz-da, siz bilan bir dunyo kezgim keldi-da, asal qiz. Xo'sh, nima deysiz? Qiz biroz kalovlanib turgach, ma'qul degandek ohista bosh irg'adi. Xuddi ana shunaqangi javoblargagina ko'nikkan Kamol esa umrida qilib ko'rmagan ishga qo'l urib, shoirani mahkam bag'riga bosdi. Bo'stonliqda shanba kunlari odam degani sig'may ketadi. To'g'rida, tog'ning musaffo havosi, buloq suvlari, soyda miriqib cho'milish, kechalar tog' tepasiga chiqib yotish kimga yoqmaydi? Ayniqsa Kamolga o'xshab qandaydir jononni yetaklab kelganlarning bu yerlarda kuni tug'adi. Kim biladi, shunday Xudo yarlaqagan maskan qancha dahshatlar, so'ngsiz gunohlarga guvoh bo'lgan ekan. Lekin ulkan tog' orasi bularning barchasini yashiraveradi. Bag'ri qon bo'lib ketganda ham baribir hech kimga bildirmaydi. Sukut saqlayveradi. Shoira balo ekan. Kamolning mo'jazgina dala hovlisiga kelib kiyimlarni almashtirdi-yu ochilib ketdi. Endi u qobilxonadagi tortinibgina turgan kotiba emas, ko'cha qizlari kabi sho'x shodon, hazilkash bir suluvga o'xshab ketardi. Soyda cho'milib kelmaymizmi, dedi u kulib. Qarang, hamma o'sha yoqda. Yo'q, biz hech kimsiz yerga boramiz. Shoirani quchog'iga olib erkalata boshladi Kamol. Qo'rqmaysizmi ish qilib, asalim? Men qo'rqadigan ish qilmassiz axir. Mabodo shunday bo'lib qolsa-chi? Bu gapdan shoiraning ko'zlari ayyorona qisilib, sekingina Kamolning yuziga shapatilab qo'ydi. Voy, men qiz bolaman-ku hali, unaqangi narsalardan qo'rqaman. Ey, hozirgi qizlar qanchalar makkora, ko'nglidan kechirdi Kamol uzoq-uzoqlarga ko'z tikib. Qo'rqaman deydi-ya. Qo'rqqan qiz menga qo'shilib kelmasdi-ku toqqa. Ko'ngli borligini aytishga uyalyaptimi yo? Shoira nahotki shu narsa mendan ham aziz bo'lsa, norozi ohangda so'z boshladi u. Sizga yomonlik tilamasligimni bilasiz-ku. Bor dunyoyimni bag'ishlayman sizga. Birgina qiz uchun nahotki shular ham kam bo'lsa. Kennoyimchi, axir oilalisiz-ku. Xotin, Kamol xotinimning nomini eshitib beixtiyor og'ir tin oldi. Qo'ying, o'sha jodugarni eslatmang. Siz undaylarning milliontasidan afzalsiz. Siz menga albatta o'g'il tug'ib berasiz. Shoira bu darajadagi ochiq oydinlikni kutmagandanmi, beixtiyor kulib teskari o'girildi. U ichida hech qanaqa farzand tug'ishni istamayotgan bo'lsa-da, rahbarni nihoyat qo'lga ola boshlaganidan shod edi. Tog' voqeasi Kamolni shoiraga juda qattiq bog'lab qo'ydi. Qochib qayerga ham borardi? Qiz go'yoki uning naq bo'ynida sirtmoq solgandek ediki, qator shartlarni yo'l-yo'lakay ado eta borishi kamlik qilib, deyarli har kuni shoiraning yonida bo'lishga, qayerga desa olib borishga mahkum edi. Nima qilsin, erkaklardagi odatiy fe'l-atvor uni ham chetlab o'tgan emas. 1,5 oydan beri birgina kotiba qizni tinglash, yalab yulqash, keyingi kunlarda paydo bo'la boshlagan injiqliklarga chidab o'tirish joniga tekkan. Qolaversa, endi shoira istasa choy damlab kiradi, istamasa. Shoirani uyiga eltgach, yarim tunda charchab hovlisiga qaytgan Kamol ichkariga kirdi-yu, ostonada qaynotasi Nasim professor turganini ko'rib hayron bo'ldi. Qariya ko'rinishdan zo'rg'a jahlini bosib turardi. Yarim kechasi nimaga keldi ekan? O'yladi u, ko'rish uchun qaynotaga qo'l uzatarkan. Bunaqangi odati yo'q edi-ku. Ha, kuyov, ko'rmaganni ko'rgani qursin deb shunga aytisharkan-da. Kamol hech narsaga tushunmay hayrat aralash Nasim professorga tikildi. Tushuntiribroq gapiravering. Nima gunoh qilibmiz? Gunoh ham gapmi?
Ichkari uydan o'qdek otilib chiqqan Zarina alam bilan eriga yaqinlashdi. Siz anavi qanjiq kotibangiz bilan don olishib yuribsiz. Hammasini bilib oldim. Qiz bola, qamataman, mana ko'radi ada. O'z qo'lim bilan topshiraman sudga, tupuraman amaliga. Ey qizim, qanaqa amal? Gapga aralashdi qaynota. Buning hali kimligimni bilmas ekan. Shu ishi uchun ishtonsiz ko'chaga haydattirmasam, otamni bolasi emasman ha. Kamol ota bolaga qarshi hech narsa deya olmadi. Ayniqsa kechki payt xotin ishxonasiga izlab borgandan xabar topgach, bo'lganicha bo'ldi. Odasiga ergashib ko'chaga zardali qadamlar bilan chiqib ketayotgan Zarinaning ketidan balki so'nggi marta ma'yus qarab qoldi-yu, kelgusida o'zini qanday mojarolar kutayotganini taxminan xomchot qila boshladi. Kamol yaxshi biladi, Nasim professor hazilakam odam emas. Toshkentning har burchagida oshna og'aynisi g'ich-g'ich ishiga yopishdimi, endi qo'ymaydi. Qanday bo'lmasin, qizining alamini olsa kerak. Ish shu yoqqa qarab keta boshlagandan keyin qo'l qovushtirib o'taverish kerakmi? Hech qachon. Kamol shoshilinch uyali telefonni qo'liga oldi-da, o'rinbosar Abduvalining raqamini terdi. Alo, Vali, senmisan? Ish qalay ketyapti? Hamma yoq tinchlikmish qilib, quloq sol, tez kelgin uyga. Ha, hozir uydaman. Surishtiravermasang-chi, telefonda aytadigan gap emas. Xo'p, tezroq kelgin. Abduvali jonini hovuchlab yetib kelganida Kamol qandaydir qog'ozlarni varaqlab, allanimalarni hisoblash bilan ovora edi. Nimaga begonaga o'xshab ostonada turibsan? Iymanibmi? Hanuz ichkari kirishga ikkilanayotgan o'rinbosarni urishgan bo'ldi Kamol. Tezroq oyog'ingdagi necha bu yoqqa o'tganda gaplarimga yaxshilab quloq sol. Mana shahar markazida qurilayotgan mehmonxonaga 500 ming dona o'tda yonmaydigan g'isht, 1000 dona sement va hokazolarni hozircha berganmiz, to'g'rimi? To'g'ri, sal jonlangandek tetikkina javob qildi Abduvali. U holda bundoq qilamiz. Har doimgidek sen o'sha narsalarning teng yarmiga xaridor topasan. Faqat ishonchli odamlar bo'lsin. Pul o'zing bilganingdek 3 ga 2. Men kecha soat 11larda obyektga yetib boraman. Hamma ish pichgach, Kamol o'rinbosarni xizillatdi-da, ko'ngli taskin topib basseynga o'zini tashladi. Soat millari 11 ga yaqinlashguncha Kamol hech narsani o'ylamadi. O'ylab qayg'urganda nima? Baribir peshonaga yozilgani bo'ladi. U o'zi yoqtirgan konyaklardan birini maydalab vaqt o'tkazdi. Televizor tomosha qildi, radio eshitdi. Bugun cho'ntagiga kelib tushadigan katta pul ko'z oldiga gavdalanib, har yuragi hapriqqanda hovli aylanib o'zini bosdi. Nihoyat orziqib kutilgan onlar yetib, u Mercedesga o't qo'ydi va ko'z ochib yumguncha aytilgan joyda hozir bo'ldi. Obyekt ivirsib yotardi. Agar qorong'u bo'lmasa, sochilib ketgan g'isht, beton qumlarni ko'rgan kishi bu yerda tashmachilik avjiga chiqibdi deb o'ylashi hech gap emasdi. Kamol yarmi ochiq binoga turtina zo'rg'a kirib oldi-yu, bir burchakda Abduvalining sigaret tutayotganini ko'rib ko'zlariga ishonmadi. Qachon kela qolding? So'roqqa tuta ketdi u hovliqib. Ish bitdimi? Shundan gapir. Abduvali javob o'rniga qora diplomat uzatdi. Mana bu ulushingiz. Kamol tuhfani shosha-pisha qo'liga olib endigina dasta pullarni ehtiyotkorona siypalay boshlagan ham ediki, orqada kimlarningdir qadam tovushlari eshitilganday tuyuldi. Qo'rqapsa o'sha tarafga o'girilgan Kamol esa es-hushini yig'ib ulgura olmadi. 2-3 nafar fuqaro kiyimidagi kishilar negadir to'ppa-to'g'ri Kamolga yaqinlashib, ikki qo'ltig'idan olishdi. Obbo, siz zaharxandalik bilan, dedi ulardan biri sovuq tirjayib. Davlat mulkini o'marish ham evi bilanda. Shuncha qo'yib berdik, esingiz kirmaganini qarang-a. Ha, mayli. Qolganini prokuraturada gaplashamiz, ketdik. Anavchi beixtiyor bir chetda qo'l qovushtirib turgan Abduvaliga ishora qilib norozi ohangda g'o'dirandi Kamol. Unga nega tegmadilaring? Ikkovimizning ishimiz-ku axir. Notanish suhbatdosh kutilmaganda kulib yubordi. Obbo, siz hali sotqin hammanding. Bu bizning, ya'ni prokuraturaning odami bo'ldi-ku bugundan boshlab. Kamol shu gaplardan keyingina ichida ilon asrab yurganini, behuda o'rinbosar bilan til biriktirib qo'yganini tushundi, biroq afsus endi kechida. Mirshablar anoyi emas,
qaysi mahbus bilan qanaqangi muomala qilishni yaxshi bilishadi. Kamolni ham sobiq rahbar sifatida alohida kameraga joylashtiribgina qolmay, zarur sharoitlargacha yaratib berishdi. 2 kun o'tirgach uni tergovchi huzuriga olib kirishdi. Biram yuzlari zahil, ko'zlari xunuk edi uning. O'zi ham turmadan qochganlardanmi nima balo o'yladi Kamol, tergovchining og'ziga tikilib undan savol kutarkan. Xo'sh, grajdanin Salomov, nima ishlar qilib yuribsiz-a? Qandaydir qog'ozlarni to'ldirib bo'lgach, nihoyat boshini ko'tardi tergovchi. Nima qilganim o'zingizga ma'lumdir axir? Albatta ma'lum. Ma'lum bo'lmay ko'rsinchi. Qarang, siz faqat davlat mulkini o'marishda ayblanyapsiz desam, gunohlaringiz oshib-toshib ketibdi-ku. Kamol hayron bo'lib quloqini yanada ding qildi. Mana so'zda davom etar ekan, qo'ldagi arizalarni birma-bir Kamolga irg'ita boshladi u. Xotiningiz Zarina Nasimovna sizni haqorat qilishda va uni do'pposlashda ayblayapti. Mana bunisi esa kotibangiz Shoira Muslimovadan. Qizchaning nomusiga tekkansiz, zo'rlagansiz. Ehe, kamiga 20-25 yilga egalik qilib turibsiz, o'rtoq Salomov. Harakatingizni qiling, qimirlang bo'lmasa. Qanaqa harakat? Nima qilishim kerak? O'zingiz yo'l yo'riqni mendan ham yaxshiroq bilarsiz. Sizga o'rgatib nima qildim? Kamol yer ostidan sekin tergovchiga qarab qo'ydi. U sigaret tutatib, u yoq bu yoqqa alangilab o'tirishdan nimadir umid qilayotgandek tuyulardi. Yaramaslar ko'nglidan o'tkazdi Kamol. Beixtiyor mushtlari tugilib, balo bir kelsa botmonlab keladi deganlar shu bo'lsa kerak-da. Hammasi totibda, hammasi til biriktirib mening payimga tushibdi. O'rtoq tergovchi, Kamol kutilmaganda umidli ko'zlari bilan tikilib dedi. Mumkin bo'lsa bitta savolim bor edi. Savol? Marhamat, mabodo siz bilan kelishib qo'ya qolsak nima? Tergovchi jahl ustida o'rnidan turib Kamolning tepasiga keldi. Siz qayerda o'tirganingizni bilasizmi? Shunday pokiza kabinetda turib menga pora taklif etyapsizmi? Menga ve buni ham agar bayonomaga tiktirib olsam, bilasizmi nima bo'ladi? Bola pora bergan ham, olgan ham kamida 10 yil oladi-ku, chiqing. Advokat oling, yo'qoling, navbatchi. Tergovchining xonasidan bag'ri battar xum bo'lib chiqqan Kamol kamerada shumshayib o'tirgancha xayolan yo'l qidirish bilan band edi. Xudoyi taologa yorug' dunyoda hech bir bandasini besamar qo'ymaydi. Yaxshi yomonga ham, shohu gadoga ham mehribon, ammo bu inoyatlarni kimdir tilab oladi, kimlardir tilab o'tirmay erishadi. Kamol ham hoynahoy so'nggi toifadagilar sirasiga kirsa ajabmas. Negaki uzzu kun bosh qotirib advokat topgani, uni aytganlarning barchasiga ko'ndirgani bilan shukr qilish esiga kelgan emas. Faqat bir umr to'plaganlardan 1 soat ichida ayrilgani ko'ziga ko'rinaverdi. Zarinani so'kdi, shoiraning go'riga g'isht qaladi. Aslida uning kuyinganicha bor edi. Zarina shunchaki ajrashib qo'ya qolmay, hovli joy bormi, mol-mulk bormi, barchasini qonuniy o'ziga o'tkazib oldi. Ustiga ustak ozodlik Kamol uchun naq 50 ming ziyod ko'kiga tushdi. Endi butkul ko'chada qolgan sobiq rahbarning cho'ntagida bir haftalik yeyish-ichishgagina yetadigan pul qoldi xolos. Nima qiladi endi? Qayerga boradi? Qanday kunlarga solib qo'yishdi-ya? Ha, mayli, shivirladi Kamol. Necha 10 yillardan buyon qadam bosmay ketgan avtobus bekatiga yaqinlashayotib, har qalay anavi qamog'idan qutulib oldim-ku. Endi shoiraning yoniga borib o'zim hadya qilgan tillardan yarim yo'lchisini so'rab ko'raman. G'ing deb ko'rsincha, balki sal yumshoq gapirsam xotinlikka rozi bo'larmikan? Nima bo'lganda ham o'rtamizda haligiday. Kamol adashgan ekan. Telefon go'shagidan uning ovozini eshitgan shoira sira kutilmagan javobni berdi. Kechirasiz, men hech qanaqa Kamol Karimovichni tanimayman. Boshqa raqamga tushib qoldingiz. Marazlar, butkada turgan kuyi qichqirib yubordi Kamol. Hammang kechagina soyamga salom qilgansan. Quchog'imda erkalanganlaring esingdan chiqdimi? Tarvuzi qo'ltig'idan tushgan Kamolni shu lahzada tanib bo'lmasdi. Qorni tatalab ketayotganini his qilib, cho'ntagidagi mayda-chuyda pullarni sanagani sayin xo'rligi kelar, dunyoga o't qo'yishga tayyor turardi-yu, afsuski ojiz, notavon edi. Kamol Karimovichdek odam tuni bilan avtobus bekatida qolib ketdi. Xudo behuda mehmonxona, eski tanish bilishlarnikiga sarg'ayib borishga g'ururi ham, cho'ntagi ham yo'l bermasdi. Mana senga yorug' dunyo deganlari baland ovozda so'zlana boshladi u. Azon mahal deyarli hech kimi yo'q bekatning u yoq bu yog'iga asabiy yurib, asrandi edim. Asrandiligimcha qoldim.
edim, lekin nahotki shunchalar og'ir gunohlarga yo'l qo'ygan ekanmanki, birpasda odam bolasi ko'tara olmaydigan savdolarni boshimga solishsa, nahotki zarracha mehr oqibatga haqli bo'lmasam. Kamol o'ylay Xonobodga, o'sha O'lmasvoy tog'asining hovlisiga borishga qaror qildi. Yaxshiyam o'shanda ochiq yuz bilan kutib olgan ekan. O'shalar ham bo'lmasa hozirgi hovlicha kimning eshigini taqillatib kirardi. U pullarni yana bir bor xomchot qilib ko'rdi. Ha, qishloqqa yetib oladi. Mayda-chuyda olish ham mumkin. Har qalay shu kunga tashlab qo'yishmas. Xayolidan o'tkazdi Kamol. Qo'qonga ketayotgan yo'lovchi mashinalardan biriga shumshayib o'tirgancha, nima bo'lganda ham qarindosh degan nomi bor-ku. O'lmasvoy tog'aning hovlisi oddiygina, ko'rimsizgina ekan. Yakka sinchli uylarning suvoqlar har yerdan ko'chib tushgan, anchadan buyon ohak ko'rmagan devorlarni uzoqdan ko'rgan odam og'ilxona deb o'ylashi hech gap emasdi. Meni jiyanim kelib qopti-ku. Qaysi shamollar uchirdi, jiyan? Xat-pat jo'natsang kutib olardik Qo'qonga chiqib. Xotin qo'yning kattasini tayyorla, jiyanimning oyog'i tagiga so'yvoray. Hech narsadan xabari yo'q O'lmasvoy tog'a boshi egilgancha ostonada ikkilanib turgan Kamolning atrofida aylanib o'rgilib, Hojar xola esa ko'rishishni ham unutib og'ilxonada qo'y tanlash bilan ovora edi. Men uchun sirayam ovora bo'lmanglar, dedi Kamol ovoz chiqar-chiqmas. Endi ilgarigi davrlar o'tdi, hozir tashlandiq, hech kimga keraksiz bir bandaman. Menga 1-2 kunga joy berib tursalaringiz katta gap. Xayriyati qo'yni so'yvormay to'g'ri qilgan ekanman, o'yladi ichida O'lmasvoy tog'a. Jiyanning uzundan uzoq hikoyasini beparvo tinglarkan, baribir amaldan ketibdi. Endi bu ham o'zimizga o'xshagan odamda. Qayoqdagi asrandi bolaga tushib qolgan bo'yim bormidi? O'tsini. O'lmasvoy tog'a haqiqatdan birdaniga to'nini teskari kiydi. Kechki ovqat ustida ham Kamolga tuzuq quruq gapirmadi. Charchaganini bahona qildi-yu, erta kundayoq yotib oldi. Hojar xola esa Kamol bilan juda suhbatlashgisi, dardlashgisi, o'tmishni birga eslagisi kelsa-da, eridan qo'rqdi. Unga Kamol ketgandan keyin hunarlarni o'ylab o'zini tortdi. Kamolga negadir tashqaridagi so'riga joy qilib berishda uvadasi chiqqan yana. Qandaydir badbo'y hid o'rnashib qolgan ko'rpa uga o'ralish Kamolga juda ham alam qildi. Qarindosh joni achgandir deb o'ylasam, bular ham o'zgarib qoldi. Uf tortib qo'ydi u, demak, bu yerda ham uzoq tura olmasam kerak. Kamol har ehtimolga qarshi kiyimlarini ertalabga tayyorlab qo'ydi. Endi u o'zini taqdir qo'liga topshirishga majbur, ko'rguliklarga yon berishdan, toqat qilishdan o'zga chorasi yo'q edi. Uka ochig'i ketsang, hali tong o'tib ulgurmay hovliga chiqqan O'lmasvoy tog'aning birinchi gapi shu bo'ldi. O'zing bilasan, qishloqchilik, qamalib chiqqan odam, bu yerda o'tirsang. Yo'q, bu gaplarni eshitgandan ko'ra axir sal yumshatib gapirsa ham bo'lardi-ku. Kamol xuddi isitmas chiqqan odamdek ancha joygacha dovdirab bordi. Shu lahzada bisotidagi birdan-bir boyligi, yelkasi osha tashlangan kostyumi ham unga og'irlik qilar. Xo'rlangan, tahqirlangan, o'z vaqtida hayotdan xulosa chiqarishni o'ylamagan yoxud ulgurmagan sobiq amaldor yigit quruq qo'l bilan qay tomon qadam